Chuqur nafas oling. Tasavvur qiling, siz 1908-yilning iyun oyida Sibirning chekkasida turibsiz. Havo sokin, o'rmon jim. Qolgan insoniyatning hayoti tinch. Va birdan osmon yoriladi. Ogohlantirish yo'q. İnsanlar nima bo'layotganini tushunmaydi. Bu Tunguska hodisasi. Va siz eshitadigan voqealar sizni butunlay hayratga soladi. Birinchi qism. Jimlik oldidan. 1908-yil 30-iyun. Tunguska hududi. Sibirning keng o'rmonlari sokin edi. Qishloq aholisining hayoti oddiy edi. Baliq ovlash, hayvon boqish, tinch kunlar. Hatto ilmiy kuzatuvchilar ham bu hududga kam e'tibor berishgan. Ammo bir narsa, osmon biz bilmagan dahshatni tayyorlab qo'ygan. Ikkinchi qism. Yorilish. Soat taxminan 7:17 da ogohlantirish yo'q, osmon yorildi. Katta portlash 2000 kvadrat kilometr o'rmonni yer bilan yakson qildi. Shok to'lqini daraxtlarni yerga ag'darib, suv havzalarini silkitdi. Quvonch va hayrat aralash hayotning bir lahzada tugashi. İnsonlar nima bo'lganini tushunmadi. Uchinchi qism. Dalillar. O'rmon yer bilan yakson. Daraxtlar pastga egilgan. Hech bir meteorit topilmadi. Faqat gazlar, radiatsiya izlari va chalkash belgilar qoldi. Sir hali ham yechilmagan. To'rtinchi qism. Guvohlar va qishloq aholisi. Ba'zi qishloq aholisi portlashni ko'rgan. Ular shokda, charchab, qo'rqib qolgan. Ba'zilari ko'zlari yorug'lik bilan yaltiragan deb aytishadi. Noma'lum kuch nima edi? Meteor, yadro sinovi, yashirin UFO hodisasi. Ilmiy tadqiqotlar. O'nlab yillar davomida olimlar tekshirdi. Shok to'lqinini o'lchash, daraxt izlarini tahlil qilish, radiatsiya izlarini o'rganish, ammo hech qanday aniq javob yo'q. Har nazariya, meteor, kometa, asteroid yoki sirli hodisa hali ham bahs markazida. Nazariyalar. Meteor yoki kometa eng ko'p qabul qilingan. Yashirin harbiy sinovlar, Sovet davri sirli tajribalar. UFO yoki noma'lum kuchlar, internet va konspiratsiya nazariyasi. Tabiatning kutilmagan hodisasi, ekstremal atmosfera hodisasi. Hamma nazariya qiziqarli, ammo haqiqat sirini saqlaydi. Meros va ta'sir. Tunguska hodisasi bizga shuni eslatadi. Tabiatning qudrati inson tushunchasidan oshadi. Ba'zan insoniyat nazorat qilolmaydi. Sirlar va hodisalar hatto tarixiy bo'lsa ham vaqt o'tishi bilan afsona darajasiga ko'tariladi. Bugungi kungacha sir. Hozirgi kunda Sibir o'rmonlari portlashdan so'ng asta-sekin tiklandi. Ammo tadqiqotchilar va turistlar uchun u hamon sirli joy. Hech kim 100% bilmaydi o'sha kun nima bo'lganini. Va ehtimol sir hali ham osmon va o'rmon ostida kutmoqda. Chuqur nafas oling. 1908-yil. Sibir. Osmon yorildi. O'rmon yer bilan yakson bo'ldi. Dalillar chalkash, nazariyalar ko'p, ammo bir narsa aniq. Tunguska hodisasi tarixdagi eng katta sirli portlashlardan biridir. Ehtimol insoniyat hali ham uning haqiqiy sababi bilan yuzlashmagan.